Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Baxtiyor Jahangировich, jinoyat ishlari bo'yicha sudlarimiz ish yurituvidagi Jinoyat kodeksining 182-moddasi bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlarida ashyoviy dalil sifatida vaqtincha saqlovga olingan tovar moddiy boyliklar qonun talablariga muvofiq emas plenum qarori talablari asosida davlat egaligi musodara qilinmoqda va bunga asos sifatida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumining 2023-yil 20-fevraldagi bojxona qoidabuzarligi to'g'risida sud amaliyoti to'g'risida ikkinchi sonli plenum qarorining 21-bandida keltirilgan bojxona qoidabuzarligi bilan bog'liq jinoyat ishlarida tovar moddiy boyliklar davlat egaligi o'tkazilishi bo'yicha keltirilgan rahbariy ko'rsatma asos sifatida olinmoqda. Vaholanki, plenum qarorining 21-bandida ashyoviy dalillar taqdiri Jinoyat protsessual kodeksining 211-moddasiga muvofiq hal qilinishi va ashyoviy dalillar taqdirini hal qilishda O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumining 2012-yil 13-dekabrdagi jinoyat ishlari bo'yicha ashyoviy dalillarga oid qonunchilikni qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida 17-sonli qarorda berilgan tushuntirishlarga amal qilishlar lozimligi belgilangan. Jinoyat protsessual kodeksining 211-moddasida Jinoyat kodeksining 182-moddasi predmeti davlat egiligi musodara qilinishi bo'yicha protsessual norma mavjud emas. Bundan tashqari, Jinoyat kodeksining 43-moddasida jinoiy jazo keltirilgan bo'lib, unda davlat egiligi musodara qilinishi bo'yicha moddiy norma, jinoiy jazo mavjud emas. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumining 2012-yil 13-dekabrdagi 17-sonli qarorda jinoyat predmetlari davlat egiligi musodara qilinishi aks ettirilgan rahbariy ko'rsatma mavjud emas. O'zbekiston Respublikasi Sudlar to'g'risida qonunining 22-moddasiga ko'ra plenum faqatgina qonunchilik qo'llash yuzasidan tushuntirishlar berishi ko'rsatilgan. Shu o'rinda savol tug'iladi. Sudlarimiz musodara jazosini qo'llashga asos qilib olayotgan ikkinchi sonli plenum qarorining 21-bandida keltirilgan bojxona to'g'risidagi qoidabuzarlik bilan bog'liq jinoyat ishlari yuzasidan tovar moddiy boyliklar davlat egaligiga o'tkazilishi bo'yicha rahbariy ko'rsatma qaysi qonunchilik normasini qo'llash yuzasidan berilgan tushuntirishlardir. Shu o'rinda aytish joizki, O'zbekiston Respublikasining regulation.gov.uz saytidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksiga mulkiy yo'sindagi majburlovchi choralarni qo'llash bo'yicha qonunchilikka o'zgartirish kiritishlar yuzasidan ishlab chiqilgan qonun loyihasi Qonunchilik palatasiga taqdim etilgan hamda Qonunchilik palatasi tomonidan mazkur o'zgartirishlar nazarda tutilgan qonun loyihasi ma'qullanmagan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 30-moddasiga ko'ra hech kim rasmiy e'lon qilinmagan qonun hujjati asosida mol-mulkidan mahrum qilinishi va jazoga tortilishi mumkin emasligi belgilangan. Bojxona qonunchiligini takomillashtirish bo'yicha plenum qarorlariga o'zgartirish kiritish yuzasidan bergan takliflarimizga javob xati sifatida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud tomonidan 2026-yil 13-yanvar kuni berilgan javob xatiga ko'ra sizning O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumining ayrim qarorlarini takomillashtirish yuzasidan bergan takliflaringiz Oliy sudda o'rganib chiqildi. Xususan, takliflaringizda Oliy sud plenumining 2023-yil 20-fevraldagi bojxona to'g'risidagi qonunchilikni buzish va kontrabandaga oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida ikkinchi sonli hamda jinoyat ishlari bo'yicha ashyoviy dalillarga oid qonunchilikni qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida 17-sonli qarorlari haqida so'z yuritilib, ularni qo'llashda tergov va sud amaliyotida ayrim tushunmovchiliklar yuzaga kelayotganligi uchun amaldagi qonunchilik hujjatlari, Jinoyat protsessual kodeksi, hukumat qarorlari va shu kabilar talablardan kelib chiqqan holda ularga plenum qarorlariga tegishli qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritishni so'raganligimiz, ko'tarilgan masalalarning dolzarbligini inobatga olgan holda uning yechimi yuzasidan bir qator tashkiliy huquqiy ishlarni amalga oshirish rejalashtirilganligi, biroq ushbu tashkiliy huquqiy ishlar oldida qo'yilgan maqsad va erishilish kutilayotgan natijalarni inobatga olgan holda uning yechimi ma'lum bir vaqtni talab etadigan obyektiv holat ekanligi to'g'ri tushuniladi deb o'ylaymiz. Lekin hali hanuz plenum qarorlariga o'zgartirishlar kiritilmaganligi sababli sudlarimiz tomonidan Jinoyat kodeksining 182-moddasi bo'yicha ashyoviy dalillar taqdiri qonuniy asossiz davlat egaligi musodara qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Sudlar to'g'risidagi qonunining 30-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenum tushuntirishlari qonunchilikka muvofiq emasligi aniqlangan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Oliy sud plenumiga taqdimnomalar kiritishi belgilangan. Hurmatli Oliy sud raisi,
Sudlar to'g'risidagi qonunning 30-moddasida keltirilgan vakolatlaringizdan kelib chiqqan holda hamda muhtaram prezidentimiz tomonlaridan yurtimizda qonun ustuvorligini ta'minlash va odil sudlovni amalga oshirish bo'yicha olib borayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlagan holda bojxona qoidabuzarligi bo'yicha vaqtincha saqlovga olingan ashyoviy dalillarni davlat egaligiga musodara qilish emas, qonunchilik talabiga ko'ra bojxona to'lovlari to'liq to'langandan so'ng qonuniy egalariga qaytarilishi bo'yicha plenum qarorlariga o'zgartirish kiritishingizni taklif etaman.